Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi Devormebel Uchqo'rg'onga keldik. O'rtas televizor postavka, ikkita chekkasi, ko'rpa taxlashga, keyin kiyim ilishga garderob bo'ladi. O'zlarining eski shkaflari bor edi, sekin maydalashni boshladik. Ko'rsatib boraman. Devormebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. O'rta televizor postavka, ikkita chekkasi, bittasi taxmon, bittasi shkaf bo'lyapti. Sekin ko'rsatib boraman. Devormebelimiz tayyor bo'ldi. Bazasi mohri, guli o'sha atachenta deydi, atachenta gulli, to'q sement. Hozir bizda shuna deyapti, to'q sement. Xo'p, rangdan o'rta televizor podstavka, ikkita chekka, shkaf. Taxmon sifatida ham foydalansa bo'laveradi, pastdan tepaga qarab taxlanaveradi taxmon. Ichlariga o'zlarining eski displeylar ishlatilindi, hamma joyiga. Eskilari. Boshqa mashinalarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. Xo'p, narxi 4.400.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Namangan Uchqo'rg'onda qildik. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz.